Assalomu alaykum birodarlar. Mana yangi yilni ham o'tkazdik. Damlarda oldik. İşte boshladik mana. Ish avno qiziqdi. Mana shu yerda fasatini qilinyapti. Fasat ham antiqa fasatlardan. Mana bosh rollarda katta ustalardan Jamshidbek. Jamshidbek. Assalomu alaykum. Uzoqda yurganlar yaxshimisizlar? Mana shogird bola Rizamat. Mana qor biz tomonlarda. Bo'ldingizmi? Havo yaxshi. Mana tomdi. Tom andulin bo'ladi. Videoning oxirida materiallarni ko'rsataman. Bu yerda fasad bo'ladigan ishlarimizga ketadigan materiallarni. Krashterlar qatirilib, profillar qatirilyapti. Mana fasadning materiallari, fasadning panel. Yerda krashterlari, samolyotlar ketadigan. Направляющийся. Hozir yana o'zini ko'rsatamiz. Tomga mana andolin biz o'zimizni shiferga o'xshaydi, faqat materiali plastmassadan o'xshash, yumshoq. Biz O'zbekistonda issiq o'lkada bo'ladimi andolin, bo'lmaydimi? Bunisini kommentariyada yozarsizlar, bilganlar. Qilganlar bormi O'zbekistonda bundan? Asosiy obyekt qilinayotgan. Shu yerga naves qilinyapti. İçi gaza blok sifati a'lo. Biz O'zbekistonda ham shunday pinobloklar, gaza bloklar chiqarishni boshladi. Sifatli qilib. Bu Rossiya ancha bizdan oldinda gaza blok chiqarish bo'yicha. Mansarni qilib solingan uy. Qaltirashga uyiladi bizda. 2 etaj emas. Bu mansarni. Mansarni xonasi. Mana shunga aytgan fasadni panel. Teskarisi deydi. Qo'limda telefoncha qiynayapman. Mana shu usulda qatirilib, bir-biriga kiyishtirilib ketilaveradi. Material ancha qattiq, pishiq.
Haqiqatan mana shuni ko'rdi. Hasanli panellar. Mana shu biz O'zbekistonda ham chiqarishni boshlagan bo'lsa kerak bunday panellar. Insonni mikrofonladi. Kenglikcha karton bilan to'silib yo'llanadi. Mikrofonladi. Faqat u penoplastdan qilganda tufli tildi. Bu yong'in xavfsizligiga aytmasa kerak. Lekin egasi shuni xohladi. Bundan minglar qilganda o'sha uncha ishonchliroq bo'lar edi. Tashqari tomoni derazaga mastika qo'yilgan. Pasha chivinlarga qarshi yozda pasha chivin hasharotlar xonaga kirib kelmaydi. Xonani ochib qo'ysa fortichkasi qilib. O'zbekistonda ham hozir shunday qilib fortichka o'rniga shunday qilinyapti. Oshxona mashinalar chiqyapti. Ustalarimiz bor shunday eshik romlarni qiladigan ustalar. Hammaga omad. Keyingi videolarda ko'rishguncha video yoqqan bo'lsa like, podpiska. YouTubechilarni tegan kasali so'rab qolamiz sizlardan. Salomat bo'linglar.